Men xurmoman. Iftorda tanaga tez energiya beraman va holdan toyishni kamaytiraman. Men oshqozonga yengilman. Hazm bo'lishga yordam beraman. Lekin meni ko'p yesang, qonda shakar oshib ketishi mumkin. Diabeti bor odamlar meni me'yor bilan yeb qog'in. 2-3 dona yeterli. Me'yorida yesang foydaman. Men xurmoman. Iftorda tanaga tez energiya beraman va holdan toyishni kamaytiraman. Iltimos, obuna bo'lib keting. Ramazongacha 100 mingta obuna bo'lishni niyat qildim. Bu niyatim amalga oshishi uchun sizdan 5 sekund vaqt ketadi. Iltimos, obuna bo'ling. Yana qaysi meva yoki ovqat haqida video qilishimni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Ramazonda shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq obuna bo'ling.